أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Ushbu o'qilingan oyai karimalar Qur'oni Karimni joylashish tartibi bo'yicha 59-sura, Madina-i Munawvarada nozil bo'lgan Hashr surasi va mana shu surani 18, 19, 20 oyatlari. Bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aynan sizu biz musulmonman deb turgan bandalarga xitob qilib, nido bilan, chaqiriq bilan, ey iymon ne'mati bilan musharraf bo'lgan bandalarim, sizlar Allohdan qo'rqinglar deyapti. Allohdan qo'rqish sizu bizlarni tasavvurimizdagi qo'rqinchdan butunlay farq qiladi. Sizu bizlarni tasavvurimizdagi qo'rqinch alla kimdandir yoki alla nimadandir bo'lishligi mumkin. Alla kimdandir yoki alla nimadandir qo'rqinchlik insonni halovatini yo'qotadi, xotirjamligini yo'qotadi. Uyquzni ketkizib bedor qilib qo'yadi. Yegan ichganingiz ichishga tushmaydi. Mana shu qo'rqinchdan. Birovdan qo'rqsangiz xotirjamligingiz yo'qoladi. Allohdan qo'rqishlik esa insonga xotirjamlik, insonga kundan sar Allohga yaqinlikni olib keladigan qo'rqinch. Shuning uchun Qur'oni Karimni juda ham ko'p joylarda vattaqulloh, Xudodan qo'rqinglar, Xudodan taqvo qilinglar degan oyat bot keladi. Ulug' avliyo zotlardan Abu Naqshtirobiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, men kechqurun bir safarga ketayotgan edim, orqamda bir otliq sharpa paydo bo'ldi. Qo'rqib ketdim deydilar. Boyagi sharpaga qo'rqqanimdan, sen insonmisan, jinmisan deb savol qiluvdim. Boyagi otliq sharpa, sen musulmonmisan, kofirmisan deb savolimga savol bilan javob qildi deydilar. Alhamdulillah, men musulmonman desam, boyagi sharpa sen musulmon bo'lsang, nima uchun Allohdan qo'rqish o'rniga mendek sharpadan qo'rqyapsan deb savol qilib aytibdi deydilar. Janob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida man xawfa anillah xawfa anhu kulli shay'in deganlar. Kim Xudodan haqiqiy chin ma'noda qo'rqsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu Xudodan qo'rqqan bandasidan har kimni, har nimani qo'rqitadi deganlar. Hatto jinlar ham qo'rqar ekan Xudodan qo'rqqan insondan. Bizlarda bundoq qalbimizga qaraylik, shu qo'rqinch hozir qalbimizda bormi? Agar hammamizni qo'rqinchimiz Xudodan shunchalik zo'r bo'lsa, oramizda bugun bomdod namozini shunchaki o'qimaganlar bo'ldi. Peshin namozini xayoliga ham keltirmaganlar bo'ldi. Asr namozi haqida o'ylab ko'rmaganlar bo'ldi. Peshin, asr, shom namozini-ku mana yarim soat, 1 soat bo'ldi, o'qimaganlar bo'ldi. Yana xufton namozini o'qimaydiganlar ham bor oramizda. Lekin shular ham muloqotlarda bir-biri bilan qudalari o'rtasida yoki oldi, "Hey, Xudodan qo'rqsang-chi" deydi. "Xudodan qo'rqmaysanmi?" deydi. Bu shunchaki insonga eslatib qo'yiladigan termin emas bu. Bu insonni Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinchligi, bu Allohni zolim ekanligi uchun emas. Alloh zolim emas. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribonlarni mehriboni, rahmdillarni rahmdili bo'lgan zot zolim bo'lganligi uchun, qahri qattiq bo'lganligi uchun qo'rqish emas. U zotni azamatini oldida, u zotni qudratini oldida, u zotni himmatini oldida inson bo'yini egishlik, ta'zim qilishlik. Shukrullohi subhanahu va taolo bit ta'zimi lahu
va shukrul muluki bidduailahum degan ibora unvonil bayonda keladi. Bandani Alloh subhanahu va taologa qiladigan shukri banda Allohning huzurida ta'zimda tursin ekan deydi. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa. Alloh taolo shundoq pok zotiki o'zini bandasi Muhammad alayhi salatu vassalomni bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Quddusga, Yerusalimga, Isroildagi Sulaymon alayhisalom qurdirgan masjidga bir kechada sayr qildirgan zotdir degan oyat Isro surasining 1-oyati 15-poraning boshida keladi. Shu oyat nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, nimaga bunchalik xursandsiz? Nimaga xursand bo'ldingiz deganlarida, mana shu oyatda Alloh taolo meni bandam deb atadi degan ekanlar. Banda Xudoga ta'zim qiladigan, Robbisini ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechiradigan, Robbisini ibodatini mahkam ushlaydigan, Robbisi qaytargan gunohlardan qaytib yashaydigan bandani bandadir ekan. Undan tashqaridagi, ya'ni mana shu sifatlarga ega bo'lmagan insonlarni u gandadir ekan. Ganda degani o'ta chirkin, o'ta iflos narsani aytilar ekan. Robbisini tanimasa, xoliqini tanimasa, mana bu ne'matlarni qudrat qozonida pishirib bunga rizq qilib bergan roziqini tanimasa, yolg'iz edi unga juft berdi, juftidan farzandlar ato qildi. Buni tanimagan insonni inson deyishligi mumkinmi? Ulaika kal an'am balhum azol. Ular hayvondir, balki hayvondan ham battarroqdir deyapti Xudo taborak va taolo. Hozir insonlar o'rtasida hayvon qilmaydigan ishlarni qilayotganlari bor. Xudo taborak va taolo harom qilgan narsani qilayotganlari bor. Yana buni qilib mazza qildim deb yurganlari bor. Faxrlanib yurganlari bor. Ayollar zinodan bola orttirib bolasini alla qayerlargadir tashab ketyapti. Buni inson qilyapti. Shuni hayvon qiladimi shuni? Qani bizlardagi Xudodan qo'rqinch? Qani uyalish? Qani Allohning oldida bizlar o'zimizni haddimizni bilishligimiz? Alloh subhanahu va taolo bandalariga qiladigan ibodatlarini belgilab, mana bundoq qilasan, paylon paytda qilasan, mana bu ishlarni qilmaysan, mana bular harom deb hamma halol va haromni o'rtasini ajratib turib bizlarga va tilka hududulloh deydi. Mana bu sizlarga Alloh taborak va taoloning belgilab qo'ygan hudud chegaralari deydi. Endi kimiki mana shu Alloh belgilab qo'ygan chegaradan o'tsa, haddidan oshsa, Alloh buyurgan ishni qilmasa, buyurgan ibodatini qilmasa, qaytargan gunohidan qaytmasa, ichmagin degan arog'ini ichsa, chekmadigin degan narsani cheksa, bu azob alimga ro'baro bo'ladi. Buni albatta azoblayman deb Alloh taolo o'sha bandalarga jahannam azobini Alloh taolo va'da qilyapti. Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'ad. Har bir inson deyapti. U kim bo'lishligidan qat'iy nazar, u shohmi, u gadomi, u erkakmi, u ayolmi, u musulmonmi, nomusulmonmi, xormi, azizmi, boymi, kambag'almi, ertangi qiyomat kuni uchun o'zi qo'lida nima hozirlik ko'rganiga tayyorgarligini ko'rsin deyapti. Nega lig'ot deyapti? Ertangi kunni arablarda lig'ot deydi. Ertangi kun uchun desa, nima uchunsa ulamolar aytadiki, qiyomat o'ta yaqin bo'lgan narsa bo'lganligi uchun uni ertaga deb shu so'z bilan yuritilyapti deydi. Endi bu umumiy qiyomat bor. Dunyoni tugashligi, dunyoda hayotni to'xtashligi, mahshar maydonidagi holatlar u katta qiyomat bo'lsa, umumiy qiyomat bo'lsa, insonni xos shaxsiy qiyomati bor ekan. U qachonsa shu ruhimiz, jonimizdan, tanamizdan olinishligi bilan o'sha insonga o'zini shaxsiy qiyomati boshlanar ekan. Bugun o'tirib biz ertaga shu paytda bizlar qabrga kirgan bo'lishligimiz mumkin. Hech kim bunga e'tiroz qilib bildira olmaydi. Bekor aytayapsan degan gap bo'lmaydi. Erta bilan otajon, onajon yaxshi o'tiringlar, men kechki payt kelaman degan insonni jasadi kirib kelyapti uyiga, o'lgan jasadi kirib kelyapti. Uni bunaqa niyati yo'q edi, uni bunaqa xohishi yo'q edi, lekin bu Allohning qazoyi
qadari bizlarda ham hech qanaqa haj hujjat yo'q. Shuning uchun agar ertaga qabrimizga kiradigan bo'lsak, qani bugun qo'limizga qaraylik. Ibodatimiz bormi? Namozimiz bormi? 2018-yilning ro'zasini tutdikmi? Alloh subhanahu va taolo bizlardan xohlaganchalik yashayapmizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mani soch soqolimni Hud surasi oqartirib yubordi degan ekanlar. 114 ta sura bor, lekin mana shu surani, mani soch soqolimni oqartirgan sura Hud surasi bo'ldi dedi. Nimaga desa, fastaqim kama umirta degan oyat bor ekan Qur'onda. Mana shu so'zni o'zi Rasulullohning sochlariga oqchirib yuborgan ekan. Fastaqim kama umirta. Alloh subhanahu va taolo senga buyurganidek diningda mustaqim turgin. Innallazina qalu robbunallohu summastaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Shundoq zotlariki ular Robbim Alloh deb, ya'ni la ilaha illalloh deb mana shu so'zda mustaqim turgan bandalar. Mana shu so'zida chin matonat bilan turgan bandalar. Ularga deydi Alloh subhanahu va taolo tomonidan farishtalardan keladigan bashoratlarni oyatning davomida bayon qiladi. Bu mustaqim turish o'zi emas. Hazrati Bilolni hayotlarini o'qing, tarixlarini o'qing. Hazrati Bilolni boshlaridan o'tkazgan balolar. Habbob ibn Arat roziyallohu anhuni boshlaridan o'tkazgan azoblarni bir tarixda o'qisangiz, bizlar ularni oldida kim biz? Ulamolar aytadiki, Hazrati Bilol bitta la ilaha illalloh degan aybi bor edi xolos. Bundan boshqa aybi yo'q edi. Mana shu zotni la ilaha illalloh deb turganligi uchun xo'jayinlari shunaqa jazirama issiqqa yotqizib qamchi bilan urdi, darra bilan. Ulamolar aytadiki, Hazrati Bilolning tanasiga tushgan darra agar filni ustiga tushganda edi, filni yorib yuborardi deganlar. Qanchalik turdi bular la ilaha illallohda. Ummatimga shundoq bir zamon keladi dedilar Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ular dinlarini kaftida cho'g'ni ushagandek ushaydi dedilar. Cho'g'ni ushab ko'ring, xohlang u bush tuxumday bo'lsin, xohlang u danakday bo'lsin, cho'g'ni ushlab ko'ring, qanaqa ushlaysiz, qanaqa azob tortasiz unda. Xoh kattasi, xoh kichkinasi bo'lsin. Shundoq zamon keladi, dinni cho'g'da ushlaganday ushlaydilar. Ustozlarimiz mana shu narsani qandoq qilib ushlashligini aytganlarda, ushlab ko'ring. Unda qo'ldan qo'lga olib ushlasa qo'l kuymas ekan. Bu qo'ldan u qo'lga, u qo'ldan bu qo'lga ushab tursa, qo'lni kuydirmas ekan. Dinni mana shundoq ushlaydigan kunlar keladi deganlar. Hozir musulmonlar nima uchun dunyoda o'rni, hurmati qolmadi? Nimaga? Chunki musulmonlar zino qilyapti, bemalol qilyapti, buni hijolat ham qilayotgani yo'q. Musulmonlar birovning oilasini buzyapti. Musulmonlar birovga tuhmat qilyapti. Musulmonlar yolg'on gapiryapti. Musulmonlar oldi berdilarda g'ayri dinlardan o'tib ketdi. Oldi berdilarda xiyonatda. Olgan narsasini bermaslik, aldam qaldam tarozida uryapti musulmonlar. Musulmonlar ayoli ochiq-sochiq yuribdi. Musulmonlar namoz o'qimayapti. Musulmonlar Xudo buyurgan ishlarni qilmayapti va qaytarganidan ham qaytmayapti. To'y qilyapti, to'y-to'yday bo'lsin deb aroq qo'yapti, mas qilyapti, shunga pul sarflayapti. Shuning uchun ham musulmonlarning unaqa hurmati qolgani yo'q. Qolmayapti borgan sari. Alloh subhanahu va taoloning huzuri, dargohi ikkita qo'lni burunga tiqib boradigan joy emas azizlar. Bitta xurmoni, qo'lingizdagi xurmoni sadaqat qilib bo'lsa ham, faqiriylardagi suvni birovni faqiriga qo'yib berib bo'lsa ham, o'zingizlarni jahannam azobidan qutqaringlar dedilar. Bitta xurmo sadaqat qilgan inson xonavayron bo'lmaydi. Bor butidan ayrilib qolmaydi, xor bo'lmaydi. Bitta xurmoni sadoqatga olgan inson mushkuli oson bo'lib, ochlikdan qutulib qolmaydi. Lekin qiyomat kuni insonni mana shu bitta xurmo bergan sadoqati boshiga ulkan bir savoblar, ulkan bir mukofotlar bo'lib kelar ekan.
suvni paqirga quyib berish deganda buni qandoq tushunamiz? Madinada suvlar bo'lardi, etta-betta quduqlar bo'lardi. U allakimniki bo'lardi. U suvlar sotilar edi. Olgan suvga pul to'lar edi. 100lab, 200lab ochir turilganda suvni oldingiz, 4 soat ochir turdingiz, suvni navbatingiz keluvdi, oluvdingiz, suvni olib ketayotdingiz. O orqa safda yoshi bir ulug' yoki ilmi bizarikidan kuchliroq bo'lgan bir hurmatli inson safni oxirida turibdi. Keling, siz navbat kutib turmang, mana paqirimdagi suvni olingda, uyingizga keting deb o'sha odamni navbatiga turishlikni etiladi, bunda tushuniladi. Hozir ko'pchilik tushunmasligi mumkin, qanaqa paqirdagi suvni paqirga quyib berib bo'lsa ham deganlarni tushunmasligimiz mumkin. Chunki kranimizda har kuni uyimizda xohlagancha suvimiz bor. Bizlar shu ishni qilamizmi hozir? 4 soat ochib turib olgan suvimizni birovga oxirgi safdagi odamga beramizmi? Svetoforni sarig'i yonishligi bilan qo'zg'almasa shu qiyomat ko'ryapmiz, janjal to'polon qilib shu ko'ryapmiz. Shunga sabrimiz yetadimi bizlarga? Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobiylar bilan birga o'tirgan paytlarida ashoblarga aytdilar: "Mana shu Madinada bir yahudiyning bulog'i bor. Shu buloq juda suvi chuchuk. Mana shu suvni har kuni bu yahudiy hammaga sotyapti, qimmatdan sotyapti. Shu buloqni sotib olib, mana shu buloqni vaqf qilib, tekin qilib qo'yib, shu buloqni o'rniga jannatdagi buloqqa egalik qiladiganlaringiz bormi?" dedilar. Taklif qilyapti, reklama qilyaptilar. Qarang, shu buloqni evaziga jannatdagi buloqqa egalik qiladiganingiz bormi dedilar. Sahobiylar ichidan Hazrat Usmon "Man qilaman" dedilar. "Men sotib olaman" shuni dedilar. Sotib oldilar. Bordilar. Palal yahudiga "Bulog'ingni sotasanmi?" dedi. "Esing joyidami ey Usmon?" dedi. "Axir men bunga hech qanaqa mehnat qilmayman. Suv o'zi qaynab chiqyapti. Men shu suvni sotib pulini sanab o'tiryapman. Kim sotadi bunaqa? Sen o'zing sotarmiding shunaqa? Bulog'ing bo'lgan" dedi. "Sotmaysanmi?" dedi. "Sotmayman" dedi. "Sotmasang yarmini sotgin" dedi. O'zi bitta buloq bo'lsa, buni yarmini qandoq qilib sotaman dedilar. Hazrati Usmon aytdilarki, "Men senga 4000 dirham pul beraman. Bu buloqdan bir kun men foydalanaman, bir kun sen foydalanasan." Qarasa, ma'qul kelyapti. Yaxshi taklif. Buloq o'zida turibdi, ham 4000 dirhamlik pul bo'lyapti. Bo'ldi, ber dirhamni. Ertadan sen foydalanasan dedi. Hazrati Usmon roziyallohu anhuning navbatlari kuni Madina ahliga suvni tekin qilib qo'ydi. Kechaginda sotayotganligi uchun odamlar bir ko'za olayotdi. U endi tekin bo'lganligi uchun bor idishlarni to'ldirib oladigan bo'ldi. Yahudiyning navbat kuni hech kim suv olmaydigan bo'lib qoldi. Keldi: "Ey Usmon, meni baloga yo'liqtirding-ku sen" dedi. "Tayyor daromadimni yo'q qilding-a" dedi. "Meni shu bulog'imni endi qolganini ham sotib ol" dedi. 4000 dirham berib buloqni sotib Madinada vaqf qilib qo'ydilar. Ubaydulloh Mahsum pochcham, ustozimiz 90-yil hajga bordik dedilar. Jannatul Baqiyda sahobiylarni dafn qilingan qabristonda ziyorat qilib yuribmiz. Jazirama issiq, tikaygan bitta o't yo'q. Bir joyga borsak, bo'yraday keladigan ko'm-ko'k maysa, tirik, jivoy maysa shundoq shamolda yelpinib turibdi deydilar. Shu Hazrati Usmonning qabrlari bo'lsa kerak. Alloh taolo musulmonlarga qilgan boyagi vaqf quduqni vaqfi uchun u kishini qayerda yotganligini alomatini ko'rsatib qo'yib turib, shu joyda yig'lab duo qilib, tilovat qilib Usmonning haqlariga duo qildik dedilar. Hazrati Usmonning boshqa ham amallari ko'p edi. To'lib yotuvdi, din uchun qilgan, Qur'on uchun qilgan xizmatlari yetarlikdan oshiq edi, lekin ular oxirat uchun shunchalik haris bo'ldiki, shunchalik himmatli bo'ldiki, hech narsani oxirat uchun ayaganlar yo'q azizlar. Bizlar nima qilib qo'ydik? O'zi bunda olib qaraganda ertaga qabrimizga bir savol javobga nimalar hozirladik, qani aytinglarchi? Nimamiz bor? Juda o'sha balog'atga yetgan kunimizdan namozimizni qazo qilmasdan o'qib qo'ydikmi? Biror bir yili Ramazonni qoldirmasdan tutib keldikmi? Yo hamma hayotimiz bugun yurish turishimiz Allohning shariatiga muvofiq. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon ne'mati bilan musharraf bo'lgan bandalarim deganda labbay deyishlikka loyiqmizmi? Nimamiz bor o'zi oxiratga? Qabrimizga nimamiz bor? Vattaqulloh deyapti. Yana Xudoy taolo. Qo'linglarga qaranglar deyapti. Yana Xudodan qo'rqinglar. Innalloha xobirun bima ta'malun. Alloh taolo sizlarni har bir qilayotgan ishlaringizdan xabardordir deydi. U naryoqda qilib olib, bu yoqda ja mo'minda yurganlar bor.
Naryoqda qilgilikni qilib oladida, ja musulmon qilib bu yerda musulmon ichida odamlar ichida ja musulmon bo'lib yuradiganlari bor. Lekin naryoqdagi qilayotgan ishi, qilib qo'ygan ishi musulmon emas, insoniylikka to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilyapti. Xudo bilmaydimi shu narsani? Qaysi birimizni qanday amal qilayotganligimizni bilmaydimi? Wasirru qawlakum avijharu bihi innahu alimun bizati sudur. Sura Taborakda, Mulkda. Xohla jahriy gapir, baqirib ayyuhonna solib baqir, xohla u gapingni maxfiy gapir. Albatta Alloh taolo seni qalbingdagi narsani bilib turibdi-ku degan zot bizlarni nima ish qilayotganligimizni bilmaydimi? Bu oyat nozil bo'lganligi Makka mushriklari bir-birlari bilan gaplashgan paytlarda, "Voy, sekinroq gapiringlar, yana bu gaplarimizni Muhammadning xudosi eshitib qolmasin" deb gapirar ekan. Ana shunda Xudoy taolo mana shu oyatni nozil qilib, xohla baqirib gapir, xohla maxfiy gapir. Albatta seni qalbingdagi narsani, dilingdagi narsani men bilib turibman degan zot bizlarni erta bilandan kechgacha, kechqurundan erta bilangacha nima ishlar qilyapmiz? Kim bilan yuribmiz, kim bilan gaplashyapmiz, kim bilan oldi-berdi qilyapmiz? Gaplashligimiz musulmonchilikka muvofiqmi? Oldi-berdilarimiz dinimiz ko'rsatmasiga muvofiqmi? Kimlar bilan yuribmiz nima bilmaydimi? Xudoy taolo hammasini juda ham yaxshi biladi. La yastawi ashabun nari va ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Hech qachon deydi Xudoy taborak va taolo, do'zax egalari bilan jannat egalari hech qachon barobar bo'lmaslar deydi. Bo'lmaydi deyapti Xudoy taolo. Tasavvur qiling, bir inson erta bilan saharlab turadi. Qahraton sovuq, tahoratini qiladi. Masjidga boradi. Jamoat bilan yoki uyda namozini o'qiydi. Bandaligini qiladi, bomdod namozini 2 rakat namozini o'qiydi, sunnatini, 2 rakat farzini o'qiydi, ketidan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deydi, oyatal kursilarni o'qiydi, duo qiladi. Ota-onalarini oxiratini so'raydi, xonadoniga tinchlik, farzandlariga umr rizqlariga barakot so'raydi, yori birodarlariga shifo so'raydi, qo'ni-qo'shniga tinchlik, xotirjamlik so'raydi-da, ikkinchi inson o soat 10 gachami uxlab yotibdi. Mazza qilib, bomdod ham esida yo'q, namoz ham esida yo'q, uyquga to'yib turib, kerishib turib, qani choying bormi deb xotiniga haligi qiladi. O'sha banda bilan bu banda barobarmi endi? Barobar bo'ladimi? Bir inson jazirama issiqda Ramazon ro'zasi farz ekan, Alloh menga Ramazonni farz qilibdi. Men yemoqlikdan, ichmoqlikdan, ayolga jinsiy munosabatdan to'xtayman deb niyat qilib, jazirama kunda 17 soat, 17,5 soat ro'za tutib yuribdi-da, ikkinchi bir inson oldiga qo'yganini ham yeyapti, oldiga qo'yganini ham ichyapti, yo ro'zani mulohazasi yo'q, yo ro'za tutayotganlarni hurmati yo'qda mazza qilib aysh ishrat bilan yuribdi. Shularni barobar deb bilamizmi? Bir insonga Xudoy taolo boylik bergan. Bu boyligini Allohning ne'mati deb bilib yetim, yesir, kambag'al, talabalarga, muhtojlarga, kam ta'minlarga sadoqat qilib zakot beryapti, bemorlari borlariga haligi ehson qilyapti, dori-darmoniga yordam qilyapti-da, bor butuni Xudo roziligini ishlayapti-da, ikkinchi insonga ham xuddi shunaqa yoki bundan ko'proq pul berganda, u mazza qilib o'sha pulini allaqayerlarda fohishalar bilan, aroqxo'rlik bilan bir mazza bemaza Xudodan qo'rqmaydigan davralarda o'tkazyapti. Shular barobarmi? Mayli endi o'zimizdan tasavvur qilaylik. Ikkita qizingizni uzatgansiz. Tasavvur yaqinroq qilaylik. Ikkita qizingizni uzatgansiz, ikki joyga kelin bo'lib tushgan. Bitta qudangiz, bitta qizingizga shunaqa parvo qilyapti. Qizim, o'zingizni ehtiyot qiling. Qizim, o'zingizni qiynamang. Xudo olsa yaxshi bo'ladi. Qo'y, mana buni yeb oling, mana buni ichib oling, mana buni kiyib oling deb shunaqa qizingizni hurmat qilib boshga ko'tarib hurmat qilyapti. Ikkinchi qudangiz esa ikkinchi qizingizni, "Sen o'zi usan, sen o'zi busan, o'zi otang, onang bu" deb unga kun bermayapti. Insofan etingchi, shu ikkala qudangiz menga barobar deysizmi? Buni barobar deyishlik uchun u jinni bo'lish kerak. Buni ikkalasini teng ko'rishlik uchun bu inson jinni bo'lish kerak. Sog' odam buni ikkalasini barobar ko'rmaydi. Yoki ikkita kelin olgansiz. Bitta keliniz sizni xizmatingizni qilyapti, yelib, yugurib, hamma parvoyingizni qilyapti-da, ikkinchi keliniz birorta aytganingizni qilmaydi, buyurganingizni qilmaydi, ota-onangizni hurmat qilmaydi, aytganini qilmaydi. Ikkala kelinim barobar deb ayta olasizmi? Bitta qo'shningiz
sizga shunaqa xayrixoh, hurmatingizni qiladi. Qora aka, sizda qo'shnim borligiga Allohga shukr qiling. Yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham bir oyoqda turib xizmatingizni qilib shunaqa yaxshi kuningizda, yomon kuningizda yaryapti. Ikkinchi qo'shningiz sizni to'g'ringizda allaqalardadir, nimalardir deb yuribdi. Bu muttaham, bu o'g'li kazzob, buni qizi palonni buzuq deb yomon gaplar. Shu ikkala qo'shnini barobar deysizmi? Hech qachon barobar demaysiz. Nima endi Xudoy taolo sizni bizlardan ham ahmoqroqmi? Jannat egasi bilan do'zax egasini kim ekanligini ajrata olmaydimi? Farqiga bormaydimi? Qani endi savol qilaylikchi, mana shu yerda o'tiribmiz. O'zimizni qaysi toifadan deb bilamiz? Jannat egasi deb bilamizmi? Jannatga loyiqman deb bilamizmi? Jannatga haqliroqman deb o'ylaymizmi? Nima deyapmiz? Qani qalbimiz nima deyapti? So'raylikchi. Agar jannatga loyiq bo'ladigan bo'lsak, nega Allohning ibodatiga dangasalik qilyapmiz? Mana shu tamojnidan Allohga qasam, birorta inson pasportsiz o'ta olmaydi. Yo yoqqa yo bu yoqqa o'ta olmaydi. To'g'rimi? Namozsiz qaysi jannatga kirmoqchisiz? Qaysi jannatga kirmoqchimiz? Qani ayting, qaysi eshigidan kirmoqchimiz? Namozsiz. Mana shu dunyodagi tamojnidan o'ta olmagan inson oxiratdagi pilsirotdan qanaqa o'tmoqchi bu? Namoz jannatni kaliti deb turibdilar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bugun shu kalit cho'ntagimizdami yo'qmi? Hozir bormi cho'ntagimizda? İlahi bandamiz bechoradirmiz, havoi nafs ila ovoradirmiz, erurmiz barcha isyonlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Bizaja o'zimizga ko'p baho berib qo'yishligimiz mumkin ekan. Ja o'zimizni taqvodor, o'zimizni ja olim yoki ja bir fazilatli inson deb qo'yish, lekin kechagi kunlarimizni esdan chiqarmaylik. Gunohlarimiz ichida musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz ham bor edi. Zino qildik, aroqlarni ichdik, yoshga shunga o'xshagan gunohlarni qildik. U bizlarni esimizdan chiqqan bo'lishligi mumkin, esimizdan chiqqanligi aniq, lekin yo'da yozilganicha turibdi. Ertaga shundoq bizlarni ro'paramizga chiqadi bu amallarimiz. Butun mahshar oldida hijolat bo'lmaymizmi? Ha? Hozir Allohni unutib, odamlar gapirmasin, odamlar gapiradi deb gunohga qo'l urayotganlar bor. Odamlar to'yimda gapirmasin deb to'yda aroq qo'yayotganlar bor. Harom ishlar qilayotganlar bor. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimiki dedilar. Masalan, dunyoda 8 milliard inson bo'ladigan bo'lsa, shu insonlarni manfaati uchun, foydasi uchun bir gunohga qo'l urdi. Agar shu gunohni qilsa, shu odamlar o'limdan, xatardan qutulib qoladi. Bir xavfdan qutulib qoladi. Lekin shu shart, mana shu inson shu gunoh qilishga, yo aroq ichasan, sen aroq ichsang, mana bular shuncha balodan qutuladi. Mana shu zinoni qilasan, mana shuncha balolar, sen shu ishni qilsang balodan qutqaradi, qutqarib yuboramiz deyapti. Shu ishni qildi. Alloh taolo mana shu bandani 8 milliard insonlarning ichida xor qilmasdan, burnini yerga ishqalamasdan dunyodan o'tkazmaydi deganlar. Ikkinchi bir inson butun 8 milliard insonni zarari uchun, zarariga bo'lsa ham Alloh buyurgan ibodatdan qaytmayapti. Sen agar namoz o'qisang, mana shuncha odamlar o'lib ketadi degan shart qo'yilyapti. Menga nima o'ldirib yubormaysanmi? Meni namozimga nima taalluqli bor deb Allohu akbar deb namoz o'qidi. Mana shu bandani 8 milliard insonlar o'rtasida aziz, mukarram qilmasdan dunyodan o'tkazmaydi deganlar. Bize shunchaki o'ylab qo'ymaylik bu. Odamlar nima deyapti? Odamlar nima der ekan? Deversin, nima desa desin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jinni degan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni majnun degan, sehrgar degan insonlar bizlarga nima deyishligi mumkin? Qani ayting? Deversin nima desa. Alloh biladi-ku bizni kim ekanligimizni, qalbimizni bilaman deb turibdi. Bizlarni amalimizni bilaman deb turibdi. Odamlar gapiraversin. Rasulullohni taniymizmi o'zi? Kimdan tug'ildilar, qachon tug'ildilar, qayerda tug'ildilar? 4 ta bobolarni bilishlik vojib deganlar. Mana shu yerda o'tirgan bor yoshi qari Ronaldoni taniymiz kimligini. Messini taniymiz kimligini. Qaysi komandada ekanligini bilamiz. Qaysi nomerda o'ynashligini bilamiz. Lekin asharay mubasharani bilmaymiz.
10 ta sen jannatga kirasan degan sahobiylar bor. Nima uchun? Chunki bizlarda bunga muhabbat bo'lish kerak. Bunga ixlos bo'lish kerak. Bunga e'tiqod bo'lish kerak bu zotlarning hayotiga. Ana shundagina hayotimiz bir muncha bir jiddiylashadi. Hayotga jiddiy nazar bilan qaraymiz. Hali sahobiylar haqida gapirsak, biza unaqa bo'la olmaymiz endi deyapti. Nimaga bo'la olmaysan? Sahobiylar qanaqa uyda yashadi? Sen qanaqa uyda yashayapsan? Sahobiylarning dasturxonida nima bor edi? Seni dasturxoningda nima bor? Sahobiylarning ustidagi kiyimi qanaqa edi? Seni nechta kiyiming bor? Sahobiylar nimada yurgan edi? Minib, eshak xachirlarda yurgan edi. Sen Pradoda yurib, sen haligi Captivalar yoki boshqa bir Merslarda yurib, nega sen unda bo'la olmaysan? Yotgan spalnigingni qara, sahobalar qanaqa to'shakda yotdilar, qanaqa uyda yashadilar. Bo'lamiz. Faqat unga himmat kerak, unga muhabbat kerak, unga ixlos kerak, ularga qiziqish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodagi bor insonlar dedilar, kambag'al bo'lib qolishlikdan qo'rqqanchalik Xudodan qo'rqqanda edi deyapti. Hammasi Allohga yetgan vali zot bo'lar dedilar. Hammamiz qo'rqamiz kambag'alchilikdan. Dunyoda biror bir inson yo'q. Mani kambag'al qilib qo'ygan Parvardigor, muhtoj qilib qo'ygan, faqir qilib qo'ygan degan dunyoda inson yo'q Rasulullohdan boshqa. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kambag'allikdan qo'rqmadilar. Bir sahobiy keldi. Ey Allohning rasuli, men Allohni yaxshi ko'raman. Bundoq dema. Ey Allohning rasuli, men rostdan aytaman, Allohni yaxshi ko'raman dedilar. Sen agar shu gaping rost bo'lsa, balolarga tayyor turgin. Kim Allohni chin dildan yaxshi ko'rsa, bu insonga balolar selni guldur-guldurdan ham ko'ra vahimaliroq keladi, shiddatliroq keladi deganlar. Ikkinchi bir sahobiy keldi. Ey Allohning rasuli, men sizni yaxshi ko'raman. Bu gapni aytmagin. Ey Allohning rasuli, men sizga o'ta muhabbatliman, sizni yaxshi ko'raman dedilar. Agar chindan ham menga muhabbatli bo'lib meni yaxshi ko'rsang, faqirlikka tayyor turgin. Biring ikki bo'lmaydi, kosang ko'karmay dunyodan faqir bo'lib qorning nonga to'ymasdan o'tib ketasan degan ekanlar. Nimaga desa, Allohni yaxshi ko'rganga baloni kelishligi nimaga desa, bu balo ne'matdan ko'ra ulug'roq ne'mat ekan bu. To'kinchilikdan ko'ra ulug'roq ekan. Nimaga desa, insonga ne'mat kelib qoldi. Puli ko'payib, ishlari yurishib ketdi, yaxshi mashina oldi, dang'illama uchastka qildi, pullar, mollar ko'p. Endi u nima qiladi? Ma'undoq bo'lib qoladi, g'oddayib qolar ekan. Bu yoqdagilarga nazar pisan ini qilmas ekan. Endi o'sha molni shundoq olib qo'yuvdi, butun boyliklarni birdan masjidga qatnab namoz o'qiydigan bo'lib qolar ekan. Endi qaysi biri yaxshi ekan? Boylik, ne'mat yaxshi ekanmi? Faqirlik yaxshi ekanmi? Musibat yaxshi ekanmi? Balo yaxshi bo'ladi. Balnisada yotgan, uydagi yotgan bor bemorni oldiga boring, Alloh menga shifo bergin deb Allohni eslayapti. Choyxonada o'tirgan Allohni eslayotgani yo'q. Restoranda o'tirgan Alloh deyotgani yo'q. Aynan shu dard bilan balolanganlar Xudo deyapti. Ana shu uchun bu balo inson boshiga kelgan sinov banda uchun yaxshi ekan azizlar. Qodal faqr an yakuna kufran. Bu faqirlikdan ehtiyot bo'linglar. Bu sizlarni kofirlikka olib borib qo'yishligi mumkin deganlar. Nimaga? Ishi yurishmay qolganlar ichida, ey Parvardigor, men senga nima yozuvdimki, qaysi gunohim uchun meni bunaqa sanayapsan deb Allohning qazosiga rozi bo'lmasdan iymondan chiqib qolish ehtimoli bor ekan. Azizlar, musulmon biz, qalbimizga Alloh iymon berdi. Qadamimizni masjidga yetkazib qo'ydi. Peshonamizni sajdaga yetkazib qo'ydi. Eng baxtli insonmiz. Eng dunyodagi aziz insonmiz. Al-izzatu lillahi va li rasulihi va lil mu'minin. Tavba surasida, sura Qur'on Abdurrahmon Qur'onning hoshiyasida keladi. Al-izzatu lillahi va li rasulihi va lil mu'minin. Azizlik kimga xos? Allohga xos. Azizlik kimga xos? Payg'ambarga xos. Azizlik kimga xos? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bandaga xos. Cho'ntagingizda bir tiyin, bir chaqas, bir sentiz bo'lmasin, peshona sajdadami, 5 mahal ibodatdamisiz, ota-onangiz duogo'yingiz bormi, halol yashab halol turyapsizmi? Dunyoning eng milliarder insoni sizsiz. Shundoq insonlar bordirlar.
dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa martabalar topgan, shunaqa boylikka ega odamlar hamma unga havas bilan, voy qaniydi mana ham shunaqa molim bo'lsa edi, shunaqa odam bo'lsam edim deb orzu qiladi. Lekin boyagi insonni Allohning dargohida pashshani qanotichalik ham qadri yo'q deyapti. Ikkinchi bir inson hech vaqosi yo'q, hamma hazar qiladi. Hamma undan o'zini olib qochadi, hamma uni ustidan kuladi. Lekin shu insonni Allohning darajasida, Allohning huzurida shunchalik buyuk maqomi borki, dargohga qo'lini ochib so'rasa, so'raganini Alloh taolo beradi deganlar. Bizlar aldanib qolmaylik, birovning cho'ntagidagi puliga yoki yashayotgan hayotiga qarab aldanib qolmaylik. Azizlik kimga xosligini, xorlik esa kimga xos ekanligini bilaylik azizlar. Ana shundan sizni bizlar musulmon xalqlarimiz, Robbimiz bor, ibodat qiladigan, ergashadigan payg'ambarimiz bor, o'qiydigan kitobimiz bor, amal qiladigan shariatimiz bor. Mana shuni esdan chiqarmaylik, ibodat qilaylik. Ana to'y qilyapman deb tag'in Xudo harom qilgan narsalarni aralashtirib, mana bu yerga qo'yib qani oldik, bolalarimiz baxtli bo'lsin deb qo'ymaylik. G'ayridin qilayotgan ishlardan qochish kerak, hazar qilishlik kerak azizlar. Chunki biz musulmonmiz. Ertaga bu qilayotgan ishimiz bizlarni yo jannatga yoki jahannamga ro'para qilishligini esdan chiqarmaylik azizlar. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zini rizosini topadigan bandalardan bo'lib nasib eylesin. Musulmon orzu havas deymiz-ku, orzu havasda uylar qilyapmiz, orzu havasda nimalar qilyapmiz. Musulmonda bitta orzu havas bo'ladi, shuni esdan chiqarmaylar. Bu ham bo'lsa Allohning rozichiligi. Sahobiylarning bitta orzu havasi bor edi, bu ham bo'lsa Allohning rizosi. Shuning uchun Qur'on sahifalarida roziyallohu anhum va razu anhu degan sahifa yozildi. Mana shu maqsadga yetdi. Bizlar ham mana shu maqsadda yashaylik. Musulmon inson hamma nafaqat insoniyatga, butun mahluqotga tinchlik so'raydigan, mahluqotga yaxshilikni sog'inib yashaydigan inson. Odamlar odamni o'ldirib bemalol yurganlari bor. Beixtiyor yo'lda ketayotganda ehtiyotsizlik turib, bir itimi yo mushukni bosib ketib, vijdon azobida yashayotgan insonlar qancha. Nega? Buni qalbida iymoni bor, buni qalbida Xudosi bor. Mana shunday inson bo'lishligimiz kerak azizlar.